Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar bilan ingliz tilida soatlarni aytishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, ingliz tilida soat necha bo'ldi degani what time is it deyiladi. Qani takrorlab ko'ramiz. What time is it. Demak, boshladik. Men sizlar bilan soat 10 va 11 oralig'ini aytishni ko'rib chiqamiz birgalikda. Boshladik. It is 10 o'clock. Soat 10 bo'ldi degani. Demak, 10 dan 5 daqiqa o'tdi desak qanaqa bo'ladi? It is 5 past 10. Soat 10 dan 5 daqiqa o'tdi. Ana endi 10 dan 15 daqiqa o'tdi desak, it is quarter past 10. Soat 10 dan 15 daqiqa o'tdi. 10 yarim desak, soat 10 dan 30 daqiqa o'tdi desak, it is half past 10. Soat 10 dan 30 daqiqa o'tdi degan. Ana endi 10 dan 40 daqiqa o'tdi desak, xo'p, masalan, it is 20 to 11. 20 takam 11. Ana endi 10 dan 45 daqiqa o'tdi desakchi. 10 dan 45 daqiqa o'tdi desak, it is quarter to 11. Demak, 15 takam 11 degan bo'lamiz. 5 takam 11 demoqchi bo'lsak esa, it is 5 to 11. 5 takam 11. Ya'ni 10 dan 55 daqiqa o'tdi degan bo'lamiz. 11 ni o'zi esa it is 11 o'clock. Soat 11 bo'ldi. Qani kanalimiz kuzatuvchilari, siz bu videomizni soat nechida ko'rganimizni inglizchada yozib qoldiring.